Qaysi usullar bilan ishlaymiz biz? Birinchi o'rinda men iloji boricha hamma yo'nalishlarni qo'llashni yaxshi ko'raman. Hech qaysi yo'nalishni inkor qilmayman. Inkor qilish bu bilimsizlik. Qarang, men nimadir inkor qilaman, nimagaki men uni tushunmadim yoki bilmayman. O'sha bilmagan narsam va tushunmagan narsamni inkor qilaman. Agar men bilsam, tushunsam inkor qilmayman. Endi uni ishlamasligi men uni ishlata olmaganimdan inkor qilishim mumkin. Keyin endi tabiiy hol bittagina narsa bor, uni ham men inkor qilmayman, bor yo'q undan foydalanmay turaman. Lekin inkor qilmayman, u yo'q demayman, yomon demayman. Yaratuvchi foydalanmanglar degani uchun men o'shaning uchun foydalanmayman, ya'ni bu ezoterikalarda foydalanmayman. Sehrgarlik, ezoterika va har xil shunga yaqin bo'lgan har xil kartalar bilan ishlash, folbinlik, bular hammasi kartalarda hozir mana haligi assotsiativniy kartalar chiqib ketgan, har xil endi tarolar u to'g'ridan to'g'ri folbinlik, o'sha assotsiativniy karta ham folbinlik, faqat yashirin formasi, ozginagina sayqallashtirib psixologiyaga yaqinlashtirilgan formasi, aslida esa tagida folbinlik yotibdi. O'sha ko'p folbinlikka yaqin bo'lgan va ezoterikaga yaqin bo'lgan yo'nalishlar bilan men shug'ullanmayman. Lekin bu bilan ular yomon demayman. Ular bor, ba'zi birlari foyda beradi, ba'zi birlari foyda bermaydi. Foyda beradiganlar bilan nega shug'ullanmayman? Chunki yaratuvchi shug'ullanmanglar, do'zaxga tushasizlar degan. Shuning uchun men ular bilan ulardan foydalanmayman. Lekin qolgan boyagi aytganimizda yaratuvchi tomonidan taqiqlanmagan hamma yo'nalishlardan foydalanamiz, qadrdonlar. Badan bilan ishlash, salomatlik, qalb, ongni kuchaytirish, ruhiyat bilan ishlash, fe'l-atvorni shakllantirish, oila bilan, shaxsiy rivojlanish bilan, er-xotin munosabatlarini yaxshilash, bu yo'nalishlar. Lekin qaysi usullarni qo'llayman deganda, boya aytganimda juda ko'plab usullarni qo'llashni yaxshi ko'raman va qo'llayman. Misol uchun o'zim ham gestalt psixologiya deysizmi, psixosintez deysizmi, psixoanaliz deysizmi. Endi buni ko'p yo'nalishlarda tushunmagan odamlar bor. Behavioralniy psixologiya, neurolingvistik programming, bu narsalarni tushunmagan odamlar darzo buni yomon deb yuboradi. Boya aytganimdek, inkor qilish bu tushunmaslikdan. Men hamma narsani darrov inkor qilishni yaxshi ko'rmayman. O'shaning uchun sizga ham tavsiya qilaman. Avval o'rganing. Qarang, agar o'rganganimdan keyin bu diniy nuqtai nazardan to'g'ri kelmasa, men darrov inkor qilmayman. Mana bu yerlar yaxshi ishlar ekan-ku, lekin bundan foydalanmaymiz deb qo'yaman. Lekin bu yomon desa, men yomon demayman. Yo'q. Yaratuvchi yomon u narsa degani uchun shug'ullanmanglar deyilmagan. Yaratuvchi u bilan shug'ullanishni bizga tavsiya qilmaganligining sabablari bor. Ana o'sha sabablaridan kelib chiqib, o'shaning uchun shug'ullanmaymiz. Masalan, cho'chqa go'shtini nega yemaymiz? Cho'chqa yomonligi uchunmi? Yaratuvchi bekardan bekor yaratdimi? Yo'q. Cho'chqa yemasligimiz sababi yaratuvchi yema degan. Bo'ldi. Cho'chqa yomon, cho'chqa bunaqa, cho'chqa unaqa degani uchun emas. Masalan, bo'rini go'shtini yemanglar degan. Sherxon go'shtini yemanglar degan. Ular yomon degani emas-ku. Prosta ularni yeyish mumkin emas. Mushukni go'shtini yeyish mumkin emas. Endi mushuk yomon ko'ramiz. Yo'q. Nimaga biz cho'chqa go'shtini yemaymiz harom deyilganda, shu qatorida mushuklarda ham, yirtqichlarda go'sht harom deyilganda, lekin hammamiz yirtqichni yaxshi ko'rib, mushukni silab basharasini o'pib yotasizda, cho'chqani yomon ko'rasiz. Cho'chqada nima? Uni go'shtini yemash kerak, bu. Endi hazil qilib sizga e'tiborsini tushuntiryapman. Albatta men cho'chqa yeng demayman hech qachon. Mushukni ham yemang, cho'chqani ham yemang, yaxshi emas. Ikkalasi ham harom. Lekin mushukni quchoqlab o'pib yotasiz. Demak, qarang qadrdonlar, men boya aytganimdek, men bir narsani yomon demayman. Men bor yo'g'i to'g'ri yo'lda taklif qilishga intilaman. O'zim ham to'g'ri yo'lda bo'lishga intilaman. Agar adashgan bo'lsam, darrov kimdir mana shu yomon desa, to'xta deyman, o'rganib chiqingchi. Demak, biz qo'llaydigan usullarning hammasi din doirasida, ilm doirasida, hayot tajribasida natijasini bergan samarali usullarni qo'llaymiz. Juda ko'p usullarni qo'llayman. Hozir hammasini sizga aytib o'tirishga siz ham vaqtingiz yetmaydi, qadrdonlar. Shuning uchun tavsiyam shundan iboratki, sizga ham tavsiyam shundan iboratki, din doirasida bo'lgani, ilm doirasida bo'lgan, safsata bo'lmagan usullarni men sizga tavsiya qilaman. O'zim ham o'shalardan foydalanaman va sizni ham shunga foydalanishga chaqiraman, qadrdonlar. Ana o'shanda usullar. Endi usullar juda ko'p. Transakt analiz, psixosintez, muhabbat tartiblari, psixoanaliz, neyropsixologik
juda ko'plab usullarni hammasi, hozir men sizga hammasini aytib chiqadigan bo'lsam vaqtimiz yetmaydi. O'shaning uchun o'zimni ham xayolimga ko'pi kelmayapti hozir. O'shaning uchun qadrdonlar, biz siz bilan mashqlarga kelganimizda ular haqida, har biri haqida batafsil aytib beraveraman. O'shaning uchun uchrashguncha